Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие дамы и господа. Изначально побудем всех наших гостей в своем месте бурными овациями и аплодисментами встречайте звездную пару сегодняшнего сказочного нашего вечера. Встречайте жених и невеста Рустам и Саудат. Ваши громкие самаркандские овации и аплодисменты. Rahmatlaymiz yana bir bora barchamizga to'ylar, shodiyali kunlar, uzoq turgan kunlar tirishganda hurmatli bobojonlarimizga, buvijonlarimizga, ota-onajonlarimizga qutlug' va muborak bo'lsin deymiz. Endi hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli mehmonlar, biz barcha mehmonlarimizdan iltimoslardik o'z o'rnlaringizni egallab olishingizdan va biz hurmat va ehtirom ila Majbadiy saqlamas markaziga mana shu foizli, murodli dasturxonimizni chiroyli tarzda, chiroyli duolarda ochib berish maqsadida hurmatli bobojonimiz Ablohul bobojonimiz marhamat sizni saqlamas markaziga gulroz qarsaklar sado asosida yaqinroq taklif etamiz va sizdan chiroyli ezgu niyatlarni, dil izhorlarini, chiroyli дуаларны birgalikda tinglaymiz. Сегодня действительно прекрасный день, долгожданное событие этого года. По сотне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, сегодня мы собрались в этом прекрасном дворце, в ресторане «Амир», отмечаем день создания новой прекрасной семьи под красивым названием «Свадьба» двух любящих сердец Рустама и Саудат. Мы из сердца от имени всех наших гостей, родных и близких, друзей, подруг, братьев и сестер, от имени дорогих наших родителей, желаем нашим молодым счастья, счастья и еще раз огромного счастья. Хабласы Каба, Айомы Джумаа, Сураган Махфират, Исаги Шафаат, Зикрейса Тасбих, Бульган Азиз, Дин Доштар. Assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, qadrli mehmonlar, mana shunday foizli o'nlarda yaxshi kayfiyatda azim Samarqand shahrimizning Duru gavharga aylangan Amir bazmgohiga xush kelibsiz deymiz. Kimlar o'tmas bu dunyodan, siz ham biz ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz. Dunyo aro tasqimiz u ummon aro xasmiz go'yo. Yaratganga ming bor shukr. Bugun barchamiz sog' va salomatmiz. Samarqandcha qarsaklar izlaymiz hamda biz ishimizda ta'minli ravishda oshirdik. E'lon qilamiz qarsaklar sado asosida. Молодые, искренние, теплые пожелания поздравления, драгоценные подарки, прекрасные композиции сегодня звучат.